Cao Cao va Yuan Shaoninki o'rniga bostirib kirib, 10 ag'vatni yo'qotishi. Endi He Jin o'ldi. O'lgandan keyin bu yerda Cao Cao bilan Yuan Shao o'rnining sirida saqlab o'tirdi buni. Bu ishni tugatib chiqsa, biz buni yana olib ketamaymiz. Shuning bilan saqlab o'tirgan vaqtida osmondan bir narsa to'kib tushdi. U nima degan vaqtda He Jinning kallasini tamdan o'rnining ichidan sirtib atgan gap. Yetib-yetibla ag'vatdan birisi hammanglar joyinglar qaytinglar. He Jin hozir o'ldi. Xonish yangidan yorliq tushirmoqchi. Qaytadan mush He Jinning o'rniga shu odam tayyorlab ishdan izil solmoqchi degandan keyin Yuan Shao bilan Cao Cao cho'chib ketdi. Cho'chib ketgandan keyin Yuan Shao qanday qilamiz endi? Ketamdiq deydi-da bu. Mishadimmi yani shu Cao Cao bilan Yuan Shao'ninki nayt bir ishlarni kesib qila oladigan, qila olmaydigan, bir ishlarga to'g'ri qaror chiqara oladigan, chiqara olmaydiganligida farq chiqadi. Cao Cao nima deydi desa, nega ketsa, bu qarorni nada xonish chiqardi. Bu cho'qim 10 ag'vatning qilgan qilig'i ashla chiqargan qaror. Bularni yo'qotib etmasak, endi bishimizga balo bo'ladi deb bular shuning bilan lashkarlarga buyruq qildi. He Jinni yani He Sanug'unni qaslab o'tiribdi. Biz uning uchun qisos olaylik. O'rninki dushmanlarni yo'qotaylik degandan keyin bu lashkarlarni hal deb anglab kirib, o'rnining eshigini qo'g'in chiqib kirdi. Kirgandan keyin 10 ag'vatni shu qo'g'lab yo'qotdi. Ammo shu yo'qotish jarayonida o'rnining ichida ma'lumotchilik chiqadi. Asosan bu o'rnining ichi degan qat'iy bu jang bo'ldigan yer emasda, ammo mishada jang bo'lib qoldi. Jang bo'lgandan keyin buning ichidagi podshoh, malika, bu xonish deganlar bor. Endi bu yerdagi He xonish o'zining akisi He Jinning o'lganligini bilmay uxlayotgan gap ayadi. Sirtda jang bo'layotgan. Shuning bilan sirtda tarang turgan jang bo'lib ketgandan keyin bu yerda shuning bilan hammasi sarosimga tushib ketadi. Jangchilar o jang qiladi, lekin boshqa malika, podshoh, shahzod deganlar qo'rqida boshqa sirtdan dushman bostirib kirgan o'xshaydi. Podshohga qasd qilgan o'xshaydi deb shuning bilan podshohni ilib qochdi bu malaylar. U bo'la degandek qochgandan keyin shuning bilan bu yerdagi Liu Bian bilan Liu Shi ikkisini shu boshqa ag'vatlar hamda boshqa shu bunun qaraydigan shu yordamchilari ap qochdi. Qochib o'rniga oqishidan chiqdi. Ular Cao Cao bilan Yuan Shao bu 10 ag'vatni izlab yurib tepib bilan o'ttirdi, lekin butun o'rnin qiziq bu podshohni topolmaydi. Podshoh sirtqa chiqayotgan gap o'rnining teshiga chiqayotgan gapdi. Shuning bilan bular podshohni izlashni boshlab ketdi. Izlab topolmaydi. Chunki podshoh kimning o'zini qutqizdigan, kimning o'zini qasdlaydiganligini bilmagandan keyin bu qochib, yushurinib yurgan gapda. Yushurinib qochib yurib, ag'vatlardan ayrilib qolib, ag'vatlarning o'zining jinini jon etimiz deb bu podshohlarni tashlab qochib ketib, oxirida 2-3 tal ag'vat bilan ikki podshoh hamda Liu Shi bilan Liu Bian yolg'iz qoladi o'rnining sirtida, chat yerda, sahro bir yerda. Shundan bular bir samonliqning ichida yushnurlib shu yerda o'zining omonligini qo'g'daydi. Demak, bu yerdagi 10 ag'vat voqeasi shu yerda oyoqlashdi. Unda bo'lsa, biz hamda keyingi filmimizda nima to'g'riliq so'zlaymiz degan vaqtda shu Liu Bian bilan Liu Shi'ninki Dong Zhuo bilan uchrashish hikoyasi. Yani Liu Shi'ninki yuraklik bilan Dong Zhuo'ga buyruq qilish hikoyasini so'zlaymiz.